Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, kuzatuvchilar. Qo'rg'ontepada ishni yakunladik, mana suvni chiqardik. Gulibini nasosga 50 epa nasos tashlandi. Trikotajda Iqbol aka 245-do'kondan olib keldik. Rahmat akaga. Sotgan nasoslarni hali ham alligator obkaskaga yo'q. Suvni so'rib beryapti mana. Nasosga gap yo'q. Epa do'kon tavsiya qilaman, kimga nasos kerak bo'lsa. Xo'p, Qo'rg'ontepa 45 metr turda tashlandi. Samomoyka qurilyapti mana bu yerga. Общий расход 25 milliondan oshdi shekilli. Shu suv mana skvajna bo'ldi.